Mana bugun sizlarga yangi obyektimizni qo'ldan kelgancha video syomka qilib chiqarib beraman. YouTube kanalimizda yangi bo'lsangiz, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bo'lmasa biz boshladik. Xo'sh, bu yerda sokul ishlarini qilingan. Sokuldan oldin burchatkasi qizgan ekan uy egasi. Mana bu podvolga tushib ketish joyi. Sokulimiz materiali granitdan bo'lgan. Kristal kvadratini 175 mingdan uy egasi o'zi olingan. Biz buni 30 santimetrlik balandligi, 81 metrgacha chiqdi. Shuni biz 100 mingdan metrini qilib berdik. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu taraflar 30 santi. Darvozaxona ikkala cheti 80 dan chiqqan. Mana zinalarimiz. Bitib olyapman. Hozir darvozani orqasiga shunaqa narsa qo'yib ketdik. Kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Bemalol. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. 91lik 693 1238. Mana bitta raqamimiz 90lik 588 91 10. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatlarni ko'rsatib beraveramiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyada savolingizni kutaman. Fikringizni yozib ketaverasizlar. Hammaga rahmat.